Aleyküm esselam Erkincan Pınar Hüküm Teşkim salam etme. Endi bularning da'vo qilayotgani bir oddiy bir kitob emas uchu. Koinotni, mahluqotni, mavjudotni yaratgan Allohning kitobi. Allohning kitobini o'rgangan, Allohning kitobini boshqalarga yetkazib, Allohning kitobi bilan boshqalarni yetaklayman degan odam dunyodagi insonlardan ilg'or bo'lishi kerak. Ilg'or bo'lishi kerak. Bu dunyoning hammasidan orqada qolsa, dünya onun gibi kulak salmasa, nerede nadan, hiç nimini bilmeydiğin kurapat adamlar şularının ağzı qarab tutsa, dünyadaki en bilimlik, iktidarlık adamlar voy deb onun diqqatini bölmese, acep bir isil gap qilib o'tadi degidek bir isil gap ularning og'zidan chiqmasa, demak, o'zi iymon keltirgan kitobni xunuklaştirib, onun rolini joriy qildiramay, haqiqiy namoyon qilolmayotganligini his qilish kerak, uni e'tirof qilish kerak. Asli bu kitob ajoyib isil kitobdi. Biz shu kitobning chaqirayotgani bo'yicha, shu kitobning taqozosi bo'yicha biz bu kitobning ro'yini namoyon qilolmayotgan o'xshaymiz. Bizning cho'qim bir xatolashib ketgan tarafimiz bor. Bo'lmasa nima uchun bizni dunyo e'tirof qilmaydi? Nima uchun dunyoda biz ustun odamlar qatorida sanalmaymiz? Boshqalar nima uchun bizni hurmat qilmaydi, bizdan yurkimaydi, bizdan cho'chimaydi, anchalik e'tiborga olib ketmaydi bizni. Chunki biz Allohning kitobini to'g'ri yetkazolmayotgan bo'lishimiz mumkin. Cho'qim bizning bir ketkizib qo'yayotgan yerimiz bo'lishi mumkin deb o'zini e'tirof qilish kerak. O'zini e'tirof qilish kerak. Demak, yig'ib aytganda, o'zining dunyodagi o'rnini farqlantirgudekmi kalli yo'q. İnsan özünün dünyadaki o'rnini farqlantirgan chog'da uningdan o'ziga uningdagi o'zini e'tirof qiladi. O'zini e'tirof qilgan chog'da cho desa, ilgirlash uchun taraq qiladi. O'zini e'tirof qilgan chog'da cho desa, men nima uchun nadi ketkizib qo'ydim. Nima uchun men kainatni, mahluqotni, mavjudotni yaratgan Allohning kitobini so'zlayman, nima uchun boshqalarga ta'sir ko'rsatmayman, nima uchun boshqalar diqqat nazari bilan men qaramaydi, nima uchun e'tiborga olmaydi. Cho'qim meningki bu narsa kitobdagi narsa emas, mening shu kitobni to'g'ri yetkazolmayotganligimda, shu kitob ko'rsatgan bo'yicha namoyon qilolmayotganligimdagi yetarlilik deb o'zini e'tirof qilish kerak asli. O'zi dunyoda qaysi o'rinda hozir hech kim ko'zgilmaydi ularni. Bular kapshiverdi deydi. Bizni deb baqsinchi bir siqib kapshiversa deb. Davrimizda bu quruq gapni qilaverdi, bu Hamid Nasriddin deb baqsinchi. Quruq gap qilyapamdiq, rost gap qilyapamdiq, uni o'tirib qo'yib beramiz. Allah Qur'onda Sura Furqonning 52-oyatida: "Ey Muhammad alayhissalom, sen ularga shu Qur'on bilan taqobil tur. Qur'on orqali ular bilan kurash qil." Davasa. Qur'onni bir yoq qo'yib payg'ambar alayhissalom anda deb tikem, falonchi molla manda deb tikem, pokoni olimlar aning birlik kaptika deb u gaplar Qur'onning markaziy ideyasi bilan bog'lashyapti, bog'lashmayapti. Boshqalarga bir ta'sir ko'rsatgidek bir hikmatli gapmi qilayotgan gap. Uning bilan chatqi yo'q. Qur'on bilan taqobil turmasdan boshqalarning din deb o'tirib qo'ygan Qur'on bilan qarshi zid, Qur'on bilan bir-birini inkor qilib turgan so'zlarni din deb boshqalarga so'z degan chog'da boshqalar e'tibor olmaydi. Qur'on bilan so'zlasak, Qur'on bilan haqiqatni o'tirib qo'ysak, o'zi tankilanmasdan uningga. Xuddi Alloh shu Qur'onda degandek, Sura Furqonning 52-oyatida degandek, Qur'on bilan yo'lga chiqsang ular tankilanmaydi degandek, Qur'onsiz musulmonlar, bid'atning ichiga kirib qolgan musulmonlar uningga taqobil turolmay, g'aljir ishda quyruqini talab bir nimalarni deb yiqyotdi. Qur'onni xato yetkazib qo'ygan bo'lsa, xato yetkazdim oyatni desa bo'ladi. Lekin Allohning kitobini o'tirib qo'yib, Allohning so'zini o'tirib qo'ysak, unda degan bilan payg'ambar manda degan bo'lsa, unda degan bilan olimlar ma'nosida birlik kelgan bo'lsa, ya qanday mantiqsan? Davatqaning qanday mantiq, qanday bir logika, qanday bir aql sendiki.
Allah manda dedi, siz peygamber manda dedi degenin bir kupur, şerik iş emasmi o? Allah'ın sözüge karşı çıkadigan peygamber olamda. Allah'ın sözü bilen peygamberin sözü zıt olamda. Allah'ın ve Allah'ın Resulünün sözü bilen şu dinni dava kılıvatkan ehli ilim men davatkan adamlarning sözü zıt çıkıp kalsa o kandak bir din oludu o. Kandak bir mantık oludu o. Kur'an yetkizib atqanni Allah'ın Resulü yetkizidi. Allah ve Allah'ın Resulü yetkizgen narsani ehli ilimler şu piti yetkizse ehli ilim boludu. Bo'lmasa desa bu dinni burmulaydigan, dinni setib jon boqadigan dindar ajındaq bir Xudo shu Qur'on ayiblayotgan Makka mushriklarga o'xshash bir narsalarni o'ttirib qo'yib, payg'ambar alayhissalomga shuning bilan taqobil turman deb payg'ambarga qarshi chiqqan mushriklarning hech qanday farqi yo'q bir odamga aylandi.